qaytarish. Ochig'ini aytsam, o'zimni qahramondek his qilayotganim yo'q. Nor sensei! Sensei! Qolibsiz-da. Hech narsa qilmadimi? Hammasi joyida. Rahmat. Endi hammasi oydek ravshan. Yordaming uchun rahmat, Rolo. Nima haqida gapiryapsiz? Ajdar senga bo'ysunib birdan tinchib qoldi. Tirik qolganim sababi shu. Lekin men hech nima qilmadim-ku. Nima? Lekin nega birdan o'zini dushmandek tutmay qo'ydi? Buni sen qilding deb o'ylabman. Yo'q, men hech narsa qilganim yo'q. Menda bu kuch borligidan qo'rqishadi. Hatto shu uchun ham meni yomon ko'radigan odamlar bor. Tushunarli. Ajdar o'zini yuvosh qilib ko'rsatgani bilan, lekin uni shunday dahshat ustidan nazoratni o'rnata olishi odamni cho'chitar ekan. Unda bo'lsa, Ajdarni o'z holiga qo'yib bu yerdan ketamiz. Xo'p. Bir iltimosim bor edi, yordam bera olasanmi? Menmi? Uni kelgan joyiga qarab yubora olasanmi, agar iloji bo'lsa? Lekin janob Nor, bu ajdar juda xavfli. 100% qo'shilaman. Uni shu yerda o'ldirib qo'yavergan ma'qul demoqchisizlar. Lekin negadir birdan uni o'ldirishga bo'lgan ishtiyoqim yo'qolib qoldi. Bu gapim uchun meni xudbinlikda ayblarsizlar, lekin iltimos yana bir o'ylab ko'ringlar. Yaxshi. Agar shuni xohlayotgan bo'lsangiz, mayli qilamiz. Rolo, qo'lingdan keladimi? Bilmadim. Ishonchim komil emas. Qo'limdan faqat uni o'zidan iltimos qilish keladi. Hammasi joyida. Len ham, Ines ham sendan qo'rqmaydi. Mayli, urinib ko'raman unda. Voy, nima bo'ldi? U aytayotdiki, xo'jayin nimani buyursa, shuna qilar ekan. Xo'jayin? Ajdar rostdan ham shunaqa dedimi? Bunga ishonish qiyin. Men ham ishonmayapman.
Shundoq dahshatli ajdar kimnidir xo'jayin deb chaqirishini o'zi aqlga sig'maydi. Nima qilay? Unda bo'lsa, unga jimgina kelgan yerga qaytib ketishini aytib ko'rchi. Va yana unga odamlarga qaytib zarar yetkazmasligini ayt. Xo'p. Hozir aytaman. Rozi bo'ldi. Siz so'ragan hamma narsani qilishga rozi bo'ldi. O, rostdanmi? Ha, rostdan. Ketdi ya. Ha. Nishonga olishda bundan yaxshirog'i bo'lmaydi. Hatto 1000 yoshli ajdar ham oddiy bir ongsiz maxluqligicha qolaverar ekan. Yugurdaklarimdan farqi yo'q. Poytaxtni tekislab tashiydi deb o'ylagandim. Nima bo'lganda ham hujumga o'tinglar. Xo'p. U Kleys qirolligini tag-tugi bilan yo'qotib yuborishiga ishonching komilmi? Endi fikrimni o'zgartirmoqchi emasman. Mashhur ajdar o'rgatuvchi allaqachon falokat ajdarini uyg'otib, o'ziga bo'ysundirib bo'ldi. Aytgan narxiga arziydi degan umiddaman. Ajdar hujumni boshlaganidan so'ng qo'shinlarimiz ham poytaxt tomonga yurishni boshlaydi. Barcha piyoda qo'shinlari sehrli qilich va sehrli qalqon bilan qurollanadi. Otliqlarga esa sehrli sovutlar va sehrli to'plar beriladi. Bundan tashqari bizda 3 ta ulkan harakatlanuvchi AEGC quroli hamda 4 ta yuqori quvvatli sehrli nur otuvchi Brionak quroli bor. Juda soz. Janob oliylari. Nima deysan? Randeus. Gaplarim uchun oldindan uzr. Lekin bu urushning mamlakatimiz uchun biror foydasini ko'rmayapman. Yetar. Yana bir bor o'ylab ko'rishingizni iltimos qilaman. Ahmoq ekansan. Yetar dedim senga. Shunday kuchli qirolga ega bo'lganimizda hech kim bizga qarshi chiqa olmaydi. Bu haqiqatni butun dunyo bilish kerak. Yaqin kelajakda Kleys qirolligi haqida odamlar turli gaplarni aytib yurishadi. Adashganlar zindonini to'g'ri nazoratga ololmagan, o'zini nafsi va ochofatligi sabab halokatga yuz tutgan mamlakat. Biz esa insonparvarlikni targ'ib qilgan, xalqni zulmatdan yorug'likka olib chiqqan ozodlik elchilari sifatida yodda qolamiz. Tarix uchun hikoyachilar ko'p bo'lish shart emas. Haqiqat bitta bo'ladi. Bu tarafga. Ana, ayolga qaranglar. Tirik qoldimi yoki yo'qmi? Bilmadim. Yaqinroq borishimiz kerak. Sensei. Sehrli imperiya. Qani olg'a. Xo'p, janob oliylari, bu yoqqa qarang. Nima bo'ldi?
Malikami? Uning yonida Enes, ilohiy qalqon. Butun dunyoga mashhur bo'lgan afsonalardan biri. Poytaxt to'liq vayron bo'lmagani ham shu sabab bo'lsa kerak. Yomon emas. Chunki afsonalarning hukmronligi o'z nihoyasiga yetadi. Hozirgi davrda kuch emas, aql birinchi o'rinda. Brionakni ishga solinglar. Xo'p. Ilohiy qalqon bo'lgani bilan Brionakning quvvatiga bardosh bera olmaydi. Afsonalarni hammasini bitta-bittalab o'zim jonini olaman. Qanday ajoyib. Shuning uchun ham urushlarni yaxshi ko'raman. Tayyormi? Brionak, o't ochishga tayyor. Hammasi tayyor, janob oliylari. O't och! Hammasi tamom. Bu nima? Linnibor xonim, iltimos orqaroq turing. Rolo,